Bu acımız 63 yaş mı şu öz yekenin şu so'nggi tuberkulozlab şu ko'krak omurtqasiniki yo'lmag'ima yetiblam qag'ilib bir yil bo'lgan ekan bu nurg'un doktorxonaga borgan bu acımız borgan ekan bu acımız birinchidan yesh cho'ng ikkinchidan bak simas uchinchidan shu o'pka iqtidori yurak iqtidori yaxshi bo'lmag'achqa bu operatsiyani qilmagan ko'pchilik moddiy bilan qarab qolsan oldi bu ko'krak omurtqasi asosan uzilib ketadigan shundan men bilan aloqalashgan ekan biz dastlabda bu acımız eng az deganda bir 2 hafta tarafida shu o'pka yurak qarta nefeslanish qarta davolash qilib ondan keyin operatsiyani ta'sis qildik operatsiya qanday kimi bu acımız odatda shu bir ay atrofida ravus asli keldimi ayaga tushib asliklash ahvolida ko'rsani bo'ldi butun davolashga hamda 170 ming katta o'zining yenidan 10 necha ming ko'y chiqibdi tuvan turmush bo'lg'achqa hamda bu acımızdan asliklash hamda birinchidan hamda o'zining tirishchanlik ikkinchidan hamda shu davolashning yaxshi bo'lishi uchinchidan shu hukumatning siyosatining yaxshi bo'lishi bu tuvan turmush bo'lgan bo'lsa bu kasallikni davolab saqaytib qil bo'lmaydi balkim uzoq yetgancha balkim hayotdan ayrilish mumkindir mesela so'raydiganlar 181 998 77 34 bu numarani undar qatib mesela so'rasang bo'ldi.